qonab boshqa qilib shunaqa qilib kelardi. Keyin bu qayerimda aks ettiryapti meni. Men kim bilan ichimdan qilyapman desam, men o'zim bilan o'zim kurashyapman ekanda, ichimda anaqa qilsam, o'zim bilan o'zim kurashayotgan ekanman. Bu misol uchun menga har xil o'y-xayollar kelgan, boshqa qilganda, o'sha kelgan vaqtda o'sha kurashganimni, urushganimni, o'zim bilan o'zim kelisha olmaganimni o'sha mushuk ko'rsatib beryapti bu yerda. Ko'ryapsiz? Shunaqa. Inson shunaqaki, atrofidagi butun borlig'i oyna hisoblanadi-da. Agar sizga kimningdir gapi tegib ketdimi, demak, agar tegib ketsa, bu sizga taalluqli bo'ladi. Tushunasizmi? Agar misol uchun bir inson o'zi bilan o'zi gaplashyapti yoki kim bilandir gaplashyapti, shunaqa qanaqadir xunuk degan joyi yoki misol uchun aytyapman-da, xunuk degan joyi shunaqa etib qarayapsiz-da, sizga tegib ketdi. Bu siz o'zingiz shunaqa deyotganingizni anglatadi. Sizga tegib ketgan har qanday narsa bu sizni to'g'rilashingiz kerak bo'lgan joyingizni ko'rsatib berayotgan bo'ladi o'sha oynada. Misol uchun oynani oladigan bo'lsak, xuddi o'zini oyna misolida oladigan bo'lsak, oynaga qarab yuzimizni to'g'rilaymiz, to'g'rimi? Yoki biron joyimiz dog' bo'lib qolgan bo'lsa, juda yuzimizni artamiz, to'g'rimi? Qarang, bitta xalqimizda bitta maqol bor. Agar yuzing qiyshiq bo'lsa, oynadan o'pkalama deydi. Yuzingni o'zimiz to'g'rilashimiz kerakligini anglatadi. Biz nima qilamiz? Oynadan o'pkalaymiz-da. Oyna meni shunaqa ko'rsatyapti. Bu oyna yaxshi emas ekan, va hokazo. Xuddi shunaqa biz atrofimizdagi insonlardan biz o'pkalaymiz. Bizga agar ular qo'pol gapirsa, meni xafa qildi, meni unaqa qildi, nega u unaqa qilaveradi, nega meni qo'ymaydi, menga nega gapiraveradi, shunaqa deb undan o'pkalaymiz, undan xafa bo'lamiz. Sen bu yerda to'g'rila, u keyin senga boshqa oynani ko'rsatadi. Boshqacha, o'zini boshqacha tutadi. Oyna ham xuddi shunaqa narsa-da. Agar biz yuzimizdagi dog'ni xuddi bunaqa narsa bo'ladi-da. Yuzimizdagi dog'ni nima qilib yuzimizga tekkizib o'chirishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Biz nima qilamiz? Oynada turgan bo'lsa, bu yerda bunaqa qilamiz-da. Ko'raysizmi? Biz uni to'g'rilashga, uni bilan olishga harakat qilamiz. Bunday deymiz, oynaga qarab. Shahnoz, sen hali yuzingdagi dog'ni o'chirib tasha, mening yuzimda unaqa dog' yo'q, unaqa deb urishyapmiz. O'zimizning aksimiz bilan urishayapmiz. Ko'raysizmi? Xuddi shunaqa aks ettirish qonuni, xuddi bir anada Alloh shunaqa yaratganki, meni oldimga o'sha har bir bandam siz nuqsonsiz